Kecha juma edi. Jumaga bordik, namozga bordik. Masjid tomonga qarab yurasak, akaxonga ko'zim tushib qoldi. Nosni hoppa desa oldida ketyapti. Qiziqdi menga, akani oldiga sekin borib. Aka dedim, "Bo'laveradimi?" desam, "Nima?" deydi. "Nos yeyapsiz" desam, "Ya bo'laveradi uka, u anaqasi yo'q" dedi. "Bo'pti, bo'laversa yaxshi" dedim. Sen yurgandan keyin masjidga yaqinlashib ichiga yotib tupurib, bunday qilib og'izlarini artib, xullas kirdik namozga. Taxtir taqozo bilan yonma o'tirib qolibmiz. Shunda aka masjidga kirdik, shunday o'tirishdan oldin, joylashdan oldin cho'ntagidan telefonni olib, artib joyga qilib qo'yib oldi. "Aka" desam, "Telefon bilan har xil joylarga kiramiz" deydi. Telefonim chiroyli bo'lib, poklanib bunaqa bo'lib qoladi-da, hozir chiroyli suralar, oyatlar o'qiladi, shunga telefonimni qo'yib qo'ydim dedi. Sekin qulog'iga yaqin borib, "Aka, cho'ntagidagi nos qog'ozni qo'yib qo'ying bo'lmasa" dedim. Kamida 2 mahal, 3 mahal kelsangiz kerak, har xil joylarga.